Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugungi hikoyamiz insonning qo'li bilan qilgan kichik yaxshiligining oxiratda naqadar ulkan mukofotlarga sabab bo'lishi haqidadir. Ba'zan birgina mehr bilan butun taqdir o'zgaradi. Keling, tushda ko'rilgan ko'shk nomli ibratli voqeani birga tinglaymiz. Tushda ko'rilgan ko'shk. Muharram oyining Ashura kuni faqir bir odam musulmon deb bilgan badavlat odamga Ashura uchun iltimos bilan keldi. Muhtaram afandim, dedi u. Ma'lumingizki, bugun Ashura kuni. Uyda bola chaqa uchun Ashura oshi pishirmoqchi edim. Faqirlik qilib qoldim. Alloh rizosi uchun ozgina yordam bering. Boy odam javob berdi. Mayli, faqat hozir ishlarim ko'p. Peshin namozini hali o'qimadim. Namozdan keyin kel. Faqir odam peshin namozidan keyin keldi. Boy yana dedi. Hozir ishlarim bor. Asrdan keyin kel. Faqir asrdan keyin ham keldi. Bu safar boy odam, hech tushunmaydigan befahm ekansan-ku. Senga beradigan pulim yo'q, deb faqirni haydab soldi. Faqir boshini egib do'kondan chiqib ketayotganida yordam bermagan odamning bir g'ayrimusulmon qo'shnisi uni chaqirdi va so'radi. Qo'shnimdan nima so'ragan eding, senga berdimi? Faqir dedi. Bugun biz musulmonlarning Ashura kuni. Ashura uchun bir oz yordam so'ragan edim, bermadi. Ustalik bilan haydadi. G'ayrimusulmon yana so'radi. Bolalaringga Ashura pishirish uchun senga qancha pul kerak bo'ladi? 5-10 so'm bo'lsa bo'ldi. Yetadi, dedi faqir. Shunda g'ayrimusulmon qo'shni faqir musulmonga so'ragan pulini berdi. Uni xursand qildi. Faqir duo qilib, Alloh senga hidoyat bersin, deb uyiga qaytdi. Uyiga borib bola chaqasiga Ashura pishirib yedirdi. O'sha kecha xasis musulmon tushida ajib bir ko'shk ko'rdi. Hayratlanib so'radi. Bu ko'shk kimniki? Dedilar. Bu ko'shk seniki edi. Lekin qo'ldan boy berib qo'yding. Qanday qilib, deb so'radi u. Dedilar. Kecha huzuringga kelgan faqirning ko'nglini olib unga bir ashuralik sadaqa berganingda bu ko'shk seniki bo'lardi. Bu ko'shk o'sha faqirning ko'nglini olgan odamga berildi. Bunga esa g'ayrimusulmon qo'shning erishdi. Xasis musulmon tongni zo'rg'a ottirdi. Ertalab do'koniga borib qo'shnisi kelganida so'radi. Faqir odamga kecha qancha sadaqa berding? 2 barobar qilib beraman senga. G'ayrimusulmon dedi. Nega so'rayapsan? Xasis musulmon tushini aytmoqchi edi, ammo qo'shni jilmayib, sen ko'rgan tushni men ham ko'rdim. Qo'shni, men musulmon bo'ldim, dedi. Xasis, mehrsiz musulmon voh qilib afsuslandi, ammo endi kech edi. Aziz tinglovchi, ko'rib turibmizki, bir miskinning ko'nglini ko'tarish oxiratda butun bir ko'shkka teng fazilatdir. Yaxshilik qilish uchun boy bo'lish shart emas, balki ko'ngil boy bo'lish kifoya. Har bir ezgu amal insonning o'ziga qaytadigan eng go'zal mukofotdir. Hikoyamiz manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, izohlar qoldiring. Albatta kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog', omon bo'ling.